2025-yilda o'qigan top kitoblar. Videoni boshlashimdan oldin men aytmoqchi bo'lgan narsa, men reja qilganimdan ko'ra bu yil juda ham kam kitob o'qibman. Chunki menda necha tun juda ham ko'p bo'ldi. Mana kitoblar ro'yxatini ko'rishingiz mumkin. Lekin bu hammasi emas, chunki buni elektron variantda o'qiganman. Bundan tashqari bumajli variantda o'qigan kitoblarim ham bor. Xo'p, top kitoblariga keladigan bo'lsak, men bu yil o'zimga yangi janr ochdim. Ya'ni fantasy janri. Top kitoblarga qaytadigan bo'lsak, faqat 3 ta kitob. Lekin 3 ta kitob bo'lsa ham, buni juda ham qismlari ko'p va bu birinchi kitob Fourth Wing. Eshitgan bo'lsanglar kerak, bu kitob haqida juda ham ko'p TikTokda, Instagramda juda ham mashhur bo'ldi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, bu kitob akademiya, sehr jodu va drakonlar haqida. Bu kitobni topga qo'shganligimning sababi esa juda ham ko'p emotsiya beradi. Va yana bitta fakt, ko'p yig'lamoqchi bo'lsanglar ham shu kitobni o'qishni tavsiya beraman. To'g'risini aytsam, bu kitobni o'qib olgandan keyin men bir kun devorga qarab, bo'lib o'tgan voqealar haqida miyamda urush ketgan, to'g'risi. Yana bitta fakt, bu kitob 5 ta qismdan iborat, oxirigacha chiqmagan, 3 tasi chiqqan. Yangi kitob esa bu Saramasning Королевство Shipov и Roz. Bu kitob ham 5 ta qismdan iborat, lekin ishoninglar, 5 ta qism o'qiganingizga arziydi. Va bu kitobni o'qib sizlar shunaqangi sehrli olamga tushib qolgandek tasavvur qilasizlarki, o'zingizlarni feyrilar, sehr jodu va albatta sevgi. To'g'risini aytaman, birinchi kitob ozgina zerkarli bo'lishi mumkin, lekin hammasi ikkinchi kitobdan boshlanadi. Bu kitobni o'qishga yana bitta sabab albatta bosh qahramon. Uchinchi eng katta kitob Steklyanniy tron. Bu kitob adashmasam 7 ta yoki 8 ta kitobdan iborat edi. Aniq bilmayman, lekin kitoblarning hammasi mashinchadan. Bu kitob haqida gapiradigan bo'lsam, menga eng yoqqan narsasi bu bosh qahramon qiz. Ya'ni u juda ham kuchli bo'ladi. Ham aqlan, ham fizически. Menimcha Saramasning eng zo'r kitobi shu bo'lsa kerak. Chunki bu kitobda tasvirlangan har bir detal ma'noga ega. Unda ham feyrilar, sehr va drakonlar ham bo'ladi va asosan urush haqida. Meni o'ylashim bo'yicha bu kitobda sevgiga unchalik ko'p e'tibor berilmagan, asosan shu urush, kuchlilik, iroda haqida. Bitib o'tgan hamma kitoblar ham shunaqaki, u kitoblar ichiga tushib sizlar yashaysizlar. Shunchaki o'qimaysizlar, u kitobning ichidagi har bir kechinmalarni boshingizdan o'tkazasizlar. Bu meni birinchi gapirib video olishim, shu uchun xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Shu bilan xayr.